qaranglar qizlar, oddiy aloe mana shunaqa qilib chetidan ozgina kesib fitsilniga qo'yaman men gullarimni har doim. Halqalarimni mana shunaqa tagiga ozgina kesib solamiz va ustidan suv qo'yamiz. Hamma idishchamizga suv quyib chiqamiz va qopqoqchasini qo'yib mana shunaqa teshicha qoldiramiz va mana bunaqa fitsilni gulimizni mana shunaqa fitsilniga qo'ysa yaxshi o'sadi. Mana shunaqa qo'yamiz.